3 ta bolasi bor onalar qalban birgamiz. Bismillah deb kechki ovqatni boshladim. Piyoz kartoshkalarni archilardim, o'tlarni yog'dim. Nima ovqat qilsam ekan deb moshava qilishda boshladim. Bugun aytmoqchi, go'shtimiz bor, alhamdulillah. Go'shtlarni solib, piyozlarni solib, asta qovurishni boshladim. Moshava qilay deb bugun moshni so'rasam, sizlarda ham qimmatmi? Narxi dahshat, oshib ketgan 23 mingdan kilosi. Moshlarni yuvib soldim. Bir payt qarasam, erim o'zi bilan o'zi tovuqlarga katak qurmoqchi. O'g'lim ham kichkina bo'lishiga qaramay yonimdan kirib qolgan, yordamchi bo'lib qolgan. Tovuqlarga o'zi qariydi, donlarini beradi, suvlarini beradi, sayrga chiqazadi. Bu orada ovqatimiz ham pishib qoldi. Ovqatlarni suzib, dasturxonlarni bezatib, bolalar bilan mazza qilib ovqatlandik.